Ha, xotin uydamisan? Ha, keling. Tug'ilgan kuningga gul. Voy, sirenmi? Nega shunam bu? Sen uchun-da bu. Voy, dadasi qizlaringiz kelyapti mehmonga. Yerga tekkan qizlari bor, tayyorgarlik ko'raylik bo'lmasa. Olma bor, avokado bor, kivi bor, ananas qani? Ana-ku ananas. Ana bakallarni qo'ydim. Hoy, nakitga qani? Ana tomon ol, shoshma. Dadajon, biz keldik. Ya, kelinglar qizlarim, uyga kelinglar. Isib ketibsizlar, hozir kansanga qo'shib qo'yaman. Ana. 16ga qo'ydim, sovib ketsa aytasizlar. O'g'linglar nimaga yemayapsizlar? Mana uzumni ol. Uzum, yuvmabsan, yuvib kelma. Qani bering. Dada, uylaringizni almashtirdinglarmi? Ha, oxirgi sening mo'xinur ergabekan aka shu uyga ko'chdik majbur. Zo'r komfort. Ko'rdingmi seni deb bo'lgan. Men nima qildim? Nima qilyapsan, ey? Tapchkani miqlab olma, yana olib ketib qolishmasin. Manikini ham mixla.